Lovers. Kechki ziyofat paytida iloji boricha graf Lavven meni tanib qolmasligi lozim. Shuningdek, qandaydir yo'l bilan shahzoda Kaylni davolashim kerak. Agar davolash kechiktirilsa, yaqin orada yotoqqa yotarli bo'lib qoladi. Qanday ajablanarli. Men shunday o'tlar bog'iga g'amxo'rlik qiladigan kishi. Kamida menikiga o'xshash kasb egasi ekanligiga ishonchim komil edi, lekin xayrli kech. Menga o'xshagan inson. Professor Mishel, Telegramdagi Anya Lovers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. 7-umr animesi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi. Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi. Birgalikda maroq ila tomosha qilamiz. 寝ぼけ眼をこする虹を追う渡り鳥たち僕らは似た者同士さここでないどっかへ運命のその糸断ち切れねもっと自由に大胆に遊べ今を1秒でも願ったら今日という朝から新たな光が始まる目の前に凛と灯ったその全ても一つのバスで透明なショート誰かのメロンで濁すなピリオドの先へ貫け未来はきっと変えられるからXo'sh, nima fikrdasan? Tadqiqotlaringga yordam bera oldimmi? Ha, anchagina. Buni eshitganimdan xursandman. Shuncha yo'lni bosib o'tganingiz uchun professor uzr so'rayman. Nega kechirim so'rayapsan? Sen axir meni talabamsan-ku. Aynan shu sababdan nimani istasang shuni ko'rsatmoqchiman. Agar bilmagan narsang bo'lsa, men senga o'rgataman. Agar o'z kuching bilan bunga erishmoqchi bo'lsang, men aralashmayman. Uchinchi hayotimda bu inson mening ustozim edi. Mani kechirasiz. Lekin ismingizni so'rasam bo'ladimi? Sizni cho'chitgan bo'lsam, uzr so'rayman. Men Mishel Hevinman. Vakayolisdan keldim. Agar adashib qolgan bo'lsangiz, biz sizni xonangizga kuzatamiz. Qanday mehribonlik. Lekin men adashganimcha yo'q. Menga faqat u yerdagi yosh xonim qiziq. Bu xonim bizning imperiyamizning Hammasi joyida. Mening ismim Rishi Imgard Wisner. Adashmasam siz olim bo'lsangiz kerak. Olim deysizmi? Bu uni aytilishini oddiy usuli bo'lishi mumkin. Tirnoqlaringiz jelvud daraxti sharbati ishlatilgan. Lekin rang qo'shish uchun bo'yoqdan foydalangansiz. Xo'sh, uni qattiqlashtirish uchun nimadan foydalandingiz? Biroz o'simlik qoldig'i va nektardan qo'shdim. Keyin esa ularni yelim bilan aralashtirdim. Pufakchalar paydo bo'lmasligi uchun krits bargidan bosh tortdingizmi? Bu haqida allaqachon bilganga o'xshaysiz. Bu mantiqqa asoslangan nazariyadan boshqa narsa emas. Sizni fikringizcha estoma shirasini aralashtirsa nima bo'ladi? Menimcha yanada qattiqlashadi. Bu lekin faqatgina gipoteza.
Haqiqiy natija uchun tajriba qilib ko'rish kerak. Siz juda ham ajoyibsiz, yosh xonim. Agar iloji bo'lsa, sizni shogird sifatida qabul qilmoqchiman. Agar qarshi bo'lmasangiz, bu yerdaligingizda qo'shimcha maslahat olib tursam maylimi? Ha, umuman qarshi emasman. Sizga katta rahmat. Demak, ustoz Heaven endi mening professorim bo'ladi. Ustoz deysizmi? Bu qiziq tuyuladi. Men uni yana professor deb chaqiradigan kun kelishini xayol ham qilmagandim. Aytgancha meni qadrli shogirdim. Bu bog'dagi o'tlar meni tajribamdan biroz uzoqroq g'oyalarni o'z ichiga olgan. Shuning uchun faqat taxminim bor. Menimcha hozir siz shahzoda Kaylga qandaydir dori bermoqchisiz. Risha xonim, men sizni bir kunda 2 marta ko'rish baxtiga muyassar bo'laman deb o'ylamagan edim. Rasmiyatchilikni hojati yo'q, istaganingizcha gapiring. Unda, agar so'zingizga ishonsak. Mishel, balki bu yerda nima qilayotganingni aytarsan. Men bu ajoyib qizni topib oldim va xohlanki siz bilan uchrashtirmoqchi ham bo'ldim. Bu ayol Valiyaq shahzodaning rafiqasidir. Rostdanmi? Oho. Ammo u allaqachon meni shogirdim bo'lib ulgurdi. U o'simliklardan tayyorlagan dori menimcha sizga shifo bo'la oladi. O'simlikdan dori. Bu meni sohamdan albatta tashqarida. Lekin menimcha buni qo'llab ko'rish siz uchun foydali bo'ladi. Professor, qirollik shahzodasida birinchi marta tajriba o'tkazib bo'lmaydi. Nima? Qo'pol xato qildimmi? Fikrni to'g'ridan to'g'ri aytish juda ham qiyin. Ammo ayni damda men shahzoda Kaylni chin dildan tuzalib ketishni istayman, xolos. Hammasi joyida. Ishonchingiz komilmi? Mening shohligimdagi eng buyuk olim bu dorini sinab ko'rishim kerakligini aytdi. Avvalo, men bu kasallikni davolash uchun zarur bo'lgan har qanday usuldan foydalanishga qaror qildim. Unda dorini tayyorlayman. Marhamat. To'g'risini aytsam, dori bilan bog'liq bir muammo bor. Iltimos buni bizga ayting. Bu dori ta'mi sizga yoqmasligi mumkin. Lazzat nihoyatda g'azablantiradimi? Hammasi shu xolosmi? Shahzoda Kayl bilan hammasi yaxshi bo'ladi. Axir u juda ham kuchli bola. Bundan tashqari juda ham mehnatsevar, to'g'rimi? Risha xonim, agarda bu menga beriladigan sinov bo'ladigan bo'lsa, men buni butun kuchim va ruhim bilan yengishim kerak. Hammasi yaxshi, keling uni o'zim ichirib qo'yaman. Professor, shoshmang. Avval unga suv qo'shib ko'ring. Hammasi yaxshimi? Men yaxshiman. Xo'sh, Kayl, uni mazasi qanday? Ta'mi qanaqa ekan? Achchiq bilan nordon ikkisi aralash. Otxonaga o'xshagan qanaqadir badbo'y hid ham kirib keldi. Keyin uni yutgandan so'ng g'alati shirinlik tilni shilimshitay o'rab Buni oldi. tushuntirishingiz shart emas, iltimos. Bu men uchun Kimdir qiziq, suv olib aytishda davom kelsa-chi? etavering. Hozir. Qani, yana bir qultum. Ustoz! Qadrli shogirdim, tajriba quyonchangiz o'ziga kelgunga qadar buni ko'rishni istaysizmi? Professor, axir bu Bu meni tadqiqot yozuvlarim. Buni Kayl tushunishi juda ham qiyin. U buni ko'rganida buni hech kim tushuna olmaydi deb aytdi. Sen haqiqatan ham eng qiziqarli qizsan. Risha, sen bu dorini chindan ham yomon ko'rasan, shunaqami? Sen aqlli qizsan. Agar senda kamchilik bo'lsa ham, bu o'zingni o'ylamasdan, tinch aholini xursand qilish uchun o'zingni ayamasliging bo'lishi mumkin. Boshqalarni baxtli qilish uchun qilayotgan ishlaringni xato deb aytishim mumkin emas. Agar biror narsa bu dunyoga zahar bo'lib kelgan bo'lsa,
Demak, u o'z rolini bajarishi va odamlarni baxtsiz qilishi kerak, shundaymi? Chindan ham zahar kimgadir baxt keltirishi mumkin emasmi? Aa, Kimdir boshqalarga baxtsizlik olib kelish uchun tug'iladi. Bu taxminlaringiz to'g'ri emas. xavotirlanishga hojat yo'q. Bu birikma hali takomillashmagan. Bu o'z nihoyasiga yetganda, men sinov uchun zarur insonni topa olmadim. Bu birikmani aynan men xohlaganimdek ishlatadigan kishini. Bunday odamni o'zi yo'q. Professor va men bu birikma haqida gap ketganda bir-birimizni tushuna olmadik. Qiziq, professor o'zi izlagan odamga duch keldimikan? Kirayotganimiz uchun kechiring. Risha xonim, u yetib keldi. Nima? Reisha, biz ketyapmiz. Shahzoda Arnold? Nega bu yerdasiz, janob oliylari? Tanishing, bu Michel Heaven. Olim, u aql bovar qilmas darajada bilimdon. Bu yerdaligimda ko'p narsalarni o'rgatmoqchi. Siz bilan uchrashganimdan juda ham mamnunman. O'ylashimcha, bu yerda o'zimni imkon qadar yaxshi ko'rsatishim kerak. Xayrli kech. Siz bu imperiyani bo'lajak qirolisiz, menimcha. Aynan siz bizga imperator kutubxonasiga kirish imkoniyatini berdingiz. Buning uchun minnatdorman. Agar meni ayolim bilan bilim almashish uchun nimadir talab qilsangiz, istaganingizni so'rang. Men uni sotib olaman. Agar shunaqa bo'lsa, iltimoslarimni chek-chegarasi bo'lmas ekan. Nega birdan oldimga keldingiz? Baribir qaytayotgandim. Nima, har doim tashqariga chiqish sen uchun odatmi? Ishimga berilib ketsam, vaqtni yodimdan chiqarib qo'yaman. Lekin bugun tushgacha uxladim, shuning uchun xavotir olmang. Buni ol. Bundan foydalan. Nima? Lekin bu cho'ntak soati juda qimmat. Xavotir olma. Uni olib yurish anchagina qulay bo'lgani uchun uni janglarda foydali deb o'ylaganman. Janglar deganda haqiqiy jang maydonini nazarda tutyapsizmi? Ha. Bunga shubha bilan qaraydiganlar hali ham mavjud. Lekin nima bo'lganda ham bu vaqtni belgilaydigan vosita. Janob oliylari yangi texnologiyalarni yaxshi ko'radi. Bu birikmani aynan men xohlaganimdek ishlatadigan kishi. Bunday inson afsuski yo'q. Nima bo'ldi? Hech narsa. Marhamatingiz uchun rahmat, buni olaman. O'ylab qarasam, o'simlikshunoslik bo'yicha ustozim ham buni yaxshi deb hisoblaydi. Seni ustozing? Ha, ular chindan ham o'simliklarni juda yaxshi biladilar. Bu odamni seni ustozingdan qanday farqi bor? Professor Michel o'simlikshunos emas. Garchi tadqiqotlarda o'simliklardan foydalansa ham, Xo'sh, unda u o'zi kim? dunyodagi barcha moddalarni yaratadi va tadqiq qiladi. U shunday olim. Yangi moddalar yaratadi deysanmi? Ochig'ini aytganda, uning niyati boshqa moddalardan oltin yaratish bo'lmasa-da, uning qilayotgan ishlarini inobatga olgan holda biz uni alkimyogar deya olamiz. Bu ziyofatda Graf Loven hech narsani sezmasligi uchun harakat qilishim kerak. Risha sama, sizga xat keldi. Rahmat. Mixail xonim. Men bu asar yakunlanishi uchun bir oy vaqt so'ragan edim, lekin Kalexdan Gelxayga tashrif buyuruvchi hunarmandga iltimos qildim. Shuning uchun asar ertaroq borishi mumkin. Hunarmandni o'zgarishi shunchalik katta ta'sir qiladimi? Qanday go'zal.
Janob oliylari, ko'rinishingizdan zerikkanga o'xshaysiz. Buni atayin qildim. Bu muammo bo'la olmaydi. Shahzoda Arnold. Men uchun shunday tadbir tayyorlaganingiz uchun boshim osmonga yetdi. Men bunga mutlaqo noloyiqman. Risha xonim, bu kecha siz ta'riflab bo'lmaydigan darajada go'zalsiz. Katta rahmat. O'shandan beri o'zingizni qanday his qilyapsiz? Sizga rahmat. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Bundan mamnunman. Shahzoda Arnold, xonimlarning oldiga borib gaplashmoqchiman. Shahzoda Kayl, kechangiz ajoyib o'tsin. Salomlashishdan o'tib oldim. Eng asosiy qiyin masala hal bo'ldi. Endi qolgani faqatgina diqqat bilan. Uni topdim. Oradan ancha vaqt o'tgan bo'lsa ham, 5-hayotimdagi tajribam bu yerda as qotadi deb o'ylamagandim. Diqqatimni jamlashim kerak. Graf Lovendan o'zimni olib qochayotganimni hech kim sezmasligi lozim. Xayrli kech. Tanishganimdan mamnunman, Risha xonim. Ochig'ini aytsam, bu men uchun ko'proq sharaf, Lord Wildman. Onamdan eshitganlarimdan so'ng siz bilan uchrashishni intiqlik bilan kutayotgandim. Sizning onangizdan? O'tgan kuni siz onamni do'koniga tashrif buyurganingiz to'g'risida eshitdim. Eshitishimcha, hattoki imperator ham u yerga navbatsiz Shundan kirolmas shahzoda ekan. shunday qilibdimi? Aytmoqchisizki, Men bu do'konning egasi, Mixail Laure Veilman. men shunchaki tosh tanlagani bordim. Shahzoda Arnold u yerdan uzuk olmoqchi ekan. Ishona olmayman. Shahzoda Arnold kimgadir rostdan sovg'a Hayron berdimi? bo'lgan yolg'iz men emas ekan. Uzuk haqida gap ketganda u aytilgan muddatidan ancha oldin yetkazilar ekan. Tushunishim bo'yicha bu koyollik hunarmandga topshirilgan ish. Lekin buning katta farqi bormi? Kayoli zargarlik hunarmandlari yuqori texnikaga egadir. Ularni nozik did bilan ishlashi mutlaqo boshqa darajada. Ha, albatta-da, axir bunday buyumlar u yerdan chiqadi-ku. Graf Loven faqat bir joyda turganga o'xshaydi. Shahzoda Arnold. Iltimos, Koyalis uchun o'z kuchingizni berasizmi? Pul yoki tibbiy yordam ko'rsatishning o'rniga biz Galxeynning harbiy yo'l bilan yordamini olishni istaymiz. Ma'lumki, Koyalisning harbiy kuchi deyarli umuman yo'q. Bizning shohligimiz mavjud bo'lishiga ruxsat berilganining sababi biz qimmatbaho tosh va metallar bilan ta'minlaymiz. Agarda bizga qo'shni bo'lgan boshqa xalqlar xohlasa, bizni istalgan vaqtda yo'q qilishlari mumkin. Men bizni bu vaziyatdan xalos qilmoqchiman. Fuqarolarimizni himoya qilish uchun qo'lga kiritmoqchiman. Demak, so'zlaringizga qaraganda Kayolis Galxayn bilan ittifoq tuzmoqchimi? Xuddi shunaqa. Nimadir maqsad borligini bilgandim. Kasallikdan zaiflashgan tanangizni shu sababni deb bu yerga sudrab keldingizmi? Tinchlik sabab zaiflashib qolgan qirollik oilasi mavjudligi juda ham shubhali. Agar munozarani faraz qilsak, Kayolis bizning imperiyamizga nima olib kelmoqchi? Biz sizning imperiyangizga qimmatbaho toshlar va metallar eksport qilishga va'da beramiz. Shohligimiz boshqa hech qanday foyda keltirmasa ham. Bu ish bermaydi, Shahzoda Kayl. Siz umuman yolg'on gapira olmaysiz. Meni kuldirma. Agar seni o'rningda bo'lganimda, men ushbu taklifga amal qilish muddatini qo'shgan bo'lardim. Qirollikka katta foyda olib kelinadigan toshlar foydasidan qat'iy nazar cheksiz ravishda olib kelina olmaydi. Bu
Nega bunday taklif bilan kelganing hammaga ayon. Kayolis mineral resurslari allaqachon qurib bitgan, shundaymi? Bu haqiqat. Buni juda ham yaxshi tushunasan. Seni harakatlaring ahmoqlarga xosdir. Mening hayotim uzoqqa davom etmaydi deb qo'rqaman. Mening qirollik oilamda yangi hayot tug'ilish arafasida. O'sha bolaning kelajagi uchun, xalqimizning tinchligi uchun men hozir qo'limdan kelganini qilishim kerak. Men o'rganganlarimga ko'ra, Shahzoda Arnold, siz o'z xalqingizga g'amxo'rsiz. Ularga doim yordam qo'lini cho'zadigan hukumatni boshqarasiz. Agar bu siz bo'lganingizda, Boshqa muhokama qilishni xohlamayman. iltimos shoshmang. Iltimos, Shahzoda Arnold. Iltimos, Koyersga yordam bering. Sen nimadadir adashayotgan ko'rinasan. Boshqa davlatga yordam qo'lini cho'zish o'rniga uni bosib olish va nazorat qilish. Bu menga ko'proq mos keladi. Besh yildan so'ng Shahzoda Arnold imperator bo'ladi va butun dunyoga urush ochadi. Galxen Kayolis bilan jang qiladi. Va juda ko'p qon to'kiladi. Lekin Shahzoda Kayol Shahzoda Arnoldga ittifoq tuzishni taklif qildi. Balki bu kelajakni o'zgartirish uchun debochadir. Weisner. Men bu qirollikni himoya qilmoqchiman. Buni amalga oshirish uchun hamma narsani qilishni niyat qildim. Bu dunyoda tug'ilgan, o'z vaqtidan tashqarida yashagan odam sifatida bajarishim kerak bo'lgan vazifalarim bor. Shahzoda Kayol Kayolisni butunlay Galxenga topshira olmaydi yoki tobe davlat ham qila olmaydi. Shu sabab ikkala xalqni bir kishi nazorat qilishiga to'g'ri keladi, agarda teng huquqli munosabatlar yaratilmasa. Lekin buni qanday qilish kerak? Telegramdagi Anilavers kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ushbu animega ovoz berishda ishtirok etishdi Tamyoka, Nezuko, Mitsuha va Itachi. Tarjimon Samandar, Taiming Itachi. Mayli keyingi qismlarda Telegramdagi Anilavers kanalida ko'rishguncha sog' va salomat bo'linglar.